Baby sunnat klinikasida sunnat jarayonlari qanaqa qilib olib boriladi? Keling, bu haqda bugun sizlar bilan batafsil gaplashamiz. Ha, aytgancha, bu hudud, operatsiya hududi shunaqa jihozlanganki, bola operatsiyaga emas, xuddi o'yingohga kirib ketayotgandek his qiladi va bolani yaxshi ko'radigan mutaxassislarni tanlab olganimiz uchun u yerda farzandingiz yig'lamasdan, og'riqsiz muolajani mazza qilib o'yin-o'ynagan holatda oladi. Mana ketdik. Bu xona sterilizatsiya xonasi. Hozir xirurgiya hamshiramiz mana yuvish jarayonida, ya'ni instrumentlar har bitta boladan keyin albatta yuvib sterilizatsiya qilinadi. Sterilizatsiya apparatimizni ham ko'rsangiz bo'ladi. Avtoklavlarimiz eng oxirgi rusumdagi avtoklavlar, suxajar shkaflarimizni mikroblarni sporalarigacha o'ldiradigan sterilizatsiya hamshiralarimiz maxsus o'qitilgan va aynan e'tibor berganim bularni tabiati bolani yaxshi ko'radigan insonlarni tanlab olganmiz. Operatsiya xonamizda ham ko'rsangiz bo'ladi, har bitta boladan keyin bu operatsiya stoli artaladi, tozalanadi, boshqa steril to'shak to'shaladi. Undan tashqari kvartslanadi va havosi ham steril hisoblanadi. Bu jarayonda bolajoningiz yotganda o'yin o'ynab yotadi va o'yin o'ynaganda u hech qanaqa og'riqni sezmaydi. Yotganda o'yin o'ynab yotadi va maxsus texnika orqali, ya'ni o'sha ukol qilishdan ham avval muzlatilgani uchun bola hech qanaqa og'riqni sezmaydi. Tikish texnikamiz boshqa klinikalardan tubdan farq qiladi. Har bitta bolaga mana shu naborlar ochiladi va tashaladi har bitta boladan keyin. Bu ochiladigan nina bo'ladimi, shprits bo'ladimi, barcha mahsulotlar bir marotabalik va bu ota-onaning ko'zini oldida ochiladi va tashaladi. Boshqa ishlatilmaydi. Shuning uchun ham ota-ona nafaqat og'riqsiz bolasini sunnat qildiradi, balki uyga borib ham xotirjam uxlaydi. Chunki hozir nima ko'p? Qon orqali yuqadigan kasalliklar ko'p. Biz steril tarzda va og'riqsiz bo'lishiga kafolat beramiz va farzandingiz mazza qilib xuddi o'yin o'ynab yotib chiqib o'zini qahramondek his qiladi. Qanaqa deganda, hozir ko'rasizlar biz bolalarni qanaqa kutib olishimizni sunnat muolajasidan keyin. Qani ketdik. O'shanga borib ovqatlantirdikda, isitdik, keyin olib tashladik. Yuring. Mashinani ko'rib olsak, ular oldi. Mashinani olib ketamiz. Yig'lamadi, doktor. Hadi ket. Xonasinga boramiz, to'yingni o'tkazamiz. Bemalol o'ynab yurasan endi.